Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Hop, demak darsimiz kelgan joydan davom etadi. Kuch transformatorlarini himoyalari haqida gaplashayotgan edik. Demak, kuch transformatorlarini eng asosiy moyli, aynan kuch transformatorlarini qanaqa turi? Moyli turi. Moyli transformatorlarda gazoviy relesi juda ham ahamiyatli bo'lgani uchun, buni asosiy himoya vositalaridan bo'lgani uchun birinchi bo'lib mana gazoviy releni yozdim. Buni soatlab o'ta batafsil o'tdik. Mana gazoviy, nega gazoviy, gaz nima qilyapti u yerda? Transformatorning ichida moy bor, gaz qayerdan keldi? Mana bularni bildik. Demak, gaz o'sha moyi o'zidan ajrab chiqar ekan. Ya'ni bu hammasi uglevodorodlar. Moyi o'zini uzun, molekulasi uzun-da, juda moyi. Uzun molekulani bir qandaydir qaychini olib kalta-kaltaga bo'lsak, o'sha kalta bo'lagi bittasi metan ekan, bittasi etan ekan, bittasi etilen, asetilen va hokazo mana bunaqa gazlarga ajrab ketar ekan. Mana Xudoning qudrati bilan uzun bir zanjirni bitta bo'lagi gazda, qanaqadir kichik bo'laklari gazda, lekin o'shalarni bir-biriga qo'lini bog'latib, ushatib qo'yilsa, o'sha suyuq moysimon narsa, moy, transformator moyi bo'lib qoladi. Termik haroratdan parchalanish deydi. Mana bu yerda demak, harorat qayerdan chiqadi? Transformator o'zi o'ta yuklanib qizib ketsa, o'zini badanidan harorat bo'ladi. Ana o'sha badani 200 gradusga chiqib ketsa, 200 gradusga chiqib ketsa, shuni o'zida vodorod ajrab chiqishni boshlaydi. Ya'ni transformator moyi parchalanishga boshlaydi. Yanada ko'proq qizisa metan chiqadi. Yanada ko'proq bo'lsa etan, etilen. Endi 1000 gradusga qizisa, agar 1000 gradus Selsiyga qizisa, asetilen chiqadi. Demak, yaxshigina kattagina duga ichida hosil bo'lganini bildiradi. Gazoviy releda yig'ilib qolgan gazni biza tortib olib, shpritsda tortib olib, o'zini maxsus joyi bor, proba oladigan, olib gazoanalizatorda analiz qilib, demak, transformatorning ichki holatini hali korpusini sochmasdan u yerda qator bir yuzlab bolti bo'ladi, kirishkalarni yaxshilab bir-biriga mahkamlab chiqqan, ichidagi moy sizib chiqib ketib qolmasin deb, juda boltlari ko'p. Buni bir kirishkasini ochish ham qiyin-da. Bir 100 ga 150 ga yaqin boltlar yechiladi. Xullas, transformatorning ichini bu yoqqa sug'urishga kran kerak, o'chirish kerak, feederni moyini to'kib olish kerak. Anchayin qator mashaqqatli jarayon, lekin hech narsa qilmay turib, bironta boltni yechmay turib, biz transformatorning ichida kechayotgan voqealar to'g'risida informatsiya ola olar ekanmiz. Gazoviy releni tepasida yig'ilayotgan gazni analiz qilib. Mana bu asosiy, ko'p to'xtalib, bekorga ko'p to'xtalib o'tmadim, chunki nima ekan? Bugungi kunda ham nima? Hamma yoqda, butun dunyoda iqtidorda moyli transformatorlar ekan. Quruq transformatorlarni qator kamchiliklari bor ekan. Mana demak, bu yerda taroziga qo'yiladi. Bu iqtisodni qoidasiga ko'ra umuman mutlaq plyus yaxshi, mutlaq yomon narsa yo'qda. Hammasini ham plyuslari bor, minuslari bor. O'shaning uchun biz nima qilamiz? Hamisha bir tarozini olamiz, obrazni, tarozini olamizda. Bu pallaga transformator moyini juda ham yonib ketishi, pajara, hattoki vzriva opasna deyildi. Nafaqat yonadi, portlash xavfi ham bor. Nega? Ichida agar asetilen, vodorod, bu vodorod kislorod bilan qo'shilsa yomon portlaydi, asetilen ham yomon portlaydigan gazlar bular. O'ta bitta chaqnash bo'lsa, kuchli detonatsiya bilan portlaydigan gazlar turkumiga kirgani uchun transformator moyi aksiga olib, mana shu gazlarga parchalangani uchun issiqlikdan, demak, buni yong'in, portlash xavfi
ekologiyaga zarari, bu moyi ekologiyaga ham zarar bor. Bu moyi yo'qotish ham qiyin. Tuproqqa to'kilsa uzoq vaqt, yillab o'sha tuproqni moylantirib yotadi. Masalan, 3 yildan keyin ham qo'lingizni tiqsangiz, hali ham bundoq siz moyi sezasiz, mana qo'lim moy bo'lib qoldi deysiz. Oradan 3 yil, 4 yil o'tib ham transformator moyi to'kilgan tuproqqa shimilib ketgan, ustida o'tlar o'sib yotibdi masalan. Lekin qo'llab turib shunday qo'lingizni tiqib, turponni bundoq qilib olsangiz, moylilikni sezasiz. Mana shunaqa yo'qotish ham qiyin, ekologiyaga ham utilizatsiyasi qiyin. Ya'ni buni yo'qotish qiyin. Yoqib yubora qolaylik desa, burs chiqib, qora tutun chiqib, gazlar chiqib ketadi boyiga. Yoqsa nabarot haroratdan vodorod, asetilin shiddatli ajrab ketadi. Yoqayotgan yoqishga ajratilgan bir qozonxonangiz o'zi portlab ketishi mumkin. Kichkina porsiyalarda yoqamiz mayli, ozgina katta birdan tonnalab emas, ozgina yoqib yuboramiz, qora tutun chiqib ketadi. U ham qutula olmaysiz-da. Nima yoqdingiz bo'ldi emas u. Tutuni bundoq chiqadi, yana ustingizga yong'ir bo'lib yog'adi-da. Qaqa qutulasiz. Atmosfera bitta bo'lgandan keyin, yer shari bitta bo'lgandan keyin yerga ham ko'ma olmaysiz, suvga oqiza olmaysiz, bir qancha suv hayvonlarini, o'simlik, hayvonot dunyosini dabdala qilib yuboradi suvga tushsa. Tuproqqa tushsa, ildizlarni qamrab olib, daraxtlarga suv o'tkazmay uni dabdala qilib yuboradi. Xullas, mana bunaqa qator yomon tomonlari ham bor. Transformator moyini mana shularni hammasini bu yoqqa qo'yamiz. Tarozi ikkinchi pallasiga quruq transformatorlarni qo'yamiz. Mana bular ekologik toza. Endi 100% toza deb bo'lmaydi. Buni ustida ham epoksid bor. Epoksidni ham qachondir bu ishdan chiqsa, epoksidni yo'qotish ham muammo. Uni ham nima qilasiz? Yerga ko'msangiz, epoksid uzoq yillar chirimaydi. Yoqib yuborsangiz, epoksiddan ham juda yomon zararli gazlar chiqib tutiydi. Mana bu yana epoksidni quruq transformatorlarning ustidagi o'sha qizg'ish, jigarrang, qattiq narsa izolyatsiya o'sha epoksid. Yana yomon tomoni moyni refresh qilish mumkin. Moyi to'kib olib, transformator moyini to'kib olib, filtrlardan o'tkazib, tozalab, boyiga shilam, zaharli gazlar okisleniya bo'lgan joylarini filtrlardan olib qolib, yana qaytadan uni svejiy moy qilish mumkin. Bemalol. Qayta o'zida aylantirish mumkin. Mana mnogorazovый narsa-da u. U mnogorazovый narsa. Transformator kuydimi? Bo'ldi, sekin moy to'kib olinadi, ammodga sug'uriladi, remont qilib, boshqatdan ammodkani o'rab, o'sha moyi o'zi qaytadan quyiladi va krishkalar yopiladi, bo'ldi, ishlab ketdi. Quruq transformator kuyib qolsa agar, u одноразовый narsa. Bo'ldi, u qattiq epoksidni ichidagi yaxlit konstruksiya va uni alohida ichidan ammodkasini sug'urib ola olmaysiz, izolyatsiyasini yechib tura olmaysiz. Toshdek qattiq epoksid. U одноразовый narsa mana. Kuyib qolsa butkul maydalab turib ichidan rangli metalli olib olinadi, qolgan va yarim 500-600 kilo epoksidni parchalarini nima qilasiz? Qayerga yo'qotasiz uni? Nima qilamiz uni? Axlatga tashlab yuboramiz. Bizda shu, olib chiqib qo'y, o'zi axlat mashina olib ketadi. Borib ana axlat qutiga tashlab kel, bo'ldi, yog'ini boshingni qotirma, axlat qutiga tashlab kel, kechqurun olib borib, o'zi olib ketishadi. Kim ko'rib o'tiribdi sani, hop, axlat qutiga tashlagan bilan, olib ketgan bilan u ham borib bir yerga ko'madimi? Raketaga solib, kimsasiz bir yulduz tomonga uchirib yubormaydi-yu. Baribir olib borib, o'sha o'zingizni shaharingizni chetidagi yerga ko'madimi, tuproqqa? Mana qutula olmaysizmi axlatdan? Sizdan uzoqda turgan bo'lsa bo'ldi emas, u yer bitta. Yerni, tuproq qobig'i bitta. Ana o'sha yerda bo'layotgan yomon hodisalar, zaharli ishlar nima? Yer osti suvlari bilan tuproqni hamma yoqda sizot suvlar deymiz-ku, artezan, drenajli suvlar.
Bo'ldi, o'sha namlik bilan kelaveradi o'rmalab. Mana bu yerni qanchalik asrab avaylasak o'zimizga foydada. U mendan uzoq, bu meni mahallam emas u. Kaltsovoy nariyog'iga tashab keldim. U bilan qutulib bo'lmaydi. Bitta yerda yashaymiz. U kelaveradi o'rmalab. O'rmalab yerni tagidan suvlarga qo'shilib oladi-da, yer osti suvlariga. Yer osti suvlari bilan oqib, u umumiy u. Yer osti suvlari umumiy. Va xuddi mamlaqa narsaga o'xshaydi-da. Hovlingizdan ariq o'tib turibdi, ariq. O'sha ariqdan suv ichasiz. Bir qo'y o'lib qopti, mushuk o'lib qopti, nimadir bo'libdi, axlat chiqqandan keyin bor tashab kel desa, olib boribsiz, uzoqqa olib borib, mana shu arig'i boshiga tashab kelyapsiz. Bo'ldi, bu bizning uydan uzoq u. Hech kim ko'rmayapti-yu, mana deb shuni tashab kelyapsiz. O'sha uyingizga oqib keladigan arig'i boshi o'sha. Keladi va o'sha suvni ichasiz yana. O'zingiz tashagan axlatni mana bitta o'zingiz iste'mol qilasiz. Bu yerga ko'mvorish ham shu, yerga ko'mdim bo'ldi emas. Yer osti suvlariga o'tadi, parchalanib suvgacha tushib boradi-da, yerni tagida ariqlar, anhorlar bor. Ajoyib narsa, hech kim o'ylamaydi. Yerni tagida anhorlar bor, sharillab oqayotgan anhorlar bor yerni tagida. Tushib qolsangiz, daryo bo'yiga kelib qoldimmi deb o'ylaysiz, daryo bo'yiga. Sharillab oqayotgan anhorlar bor. Shunaqa joylari bor yerda. Ana ular umumiy. Hammaga umumiy u. Demak, mana bu quruq transformatorlarda ham bir balo bor, bir plus minuslari bor-da, lekin taroziga qo'ysak, nima? Shu kunda ham baribir moyli transformatorlar baribir yaxshi bo'lib chiqqani uchun butun dunyoda moyli transformatorlar iqtidorda bo'lib turibdi hozirgacha ham. Qator afzalliklari bor, rangli metalli ko'p sarf qilmaydi, teplab addachasi zo'r. Ingichka sim, tepla addacha qancha zo'r bo'lsa, oldingi darslarda gaplashildi. Nima? Ingichka simlar bilan ish bitib ketadi. Bo'ldi, mana shu o'tkazgichni agar badanida Joule-Lenz qonuniga ko'ra I kvadrat R delta T Joule-Lenz qonuniga ko'ra tokdan hosil bo'layotgan issiqlikni agar olib tursangiz boru, uncha toklarni ham o'tkazib yuborasiz. Issiqlik dimlanib ketsa yomon. Moy yaxshi olgani uchun nima? Uncha ingichka sechenalar bilan ishingiz bitib ketaveradi. Quruq transformatorlarda issig'i ololmagani uchun ham qalin secheni o'rashga majbursiz. Bu endi minglagan, millionlagan transformatorlarda bu o'z-o'zidan nima? Millionta transformator degani u 100 minglab, millionlab tonna rangli metal qo'shimcha sarfi degani. Xullas, har tomonlama moyli transformatorlar hozircha ham o'zini o'rnini bo'shatib, endi men kelajagini bilmayman, 3000-yillarni bilmayman masalan. Ana u paytlarda bir super izolyatsiyalar chiqib, o'zi ingichka bo'lib turib 50 kilovolt ham ushlaydigan, ham zo'r izolyatorda, lekin qattimda o'zi. Lekin haroratni zo'r uzatadi. Bemalol haroratni havoga moydek uzataveradi, o'ziga moyga o'xshab o'ziga oladi. Mana bunaqa super materiallar, super polimerlar ixtiro qilinsa agar 100 yildan keyin, ana o'tda agar men o'sha paytda men dars berayotgan bo'lganimda, bir deb gazli relay deb buni birinchi o'ringa qo'yib yozmasdim. Bu mana bu yerda turardi, 5-o'rinda. Nega? Chunki gazli relayning ahamiyati kamayib ketardi. Nega? Chunki moyli transformatorlar, super izolyatorlar chiqib ketib, o'ta boshqacha texnologiyada transformatorlar chiqib ketib, nima? Moylar umuman hech qayerda amaldan qolib, muomaladan chiqib, o'tda bir 5%, 95% quruq boshqa tip transformatorlar, 5% gina moyli transformatorlar dunyoda hayotda qolgandan keyin 5% ahamiyati ham 5% bo'ladi. U oxirgi o'ringa tushib ketardi.
orada oxirida aytib qo'yardim keyin. Ha, gazli relay degan narsa bor. Bir joylarda ko'zingizga tushib qoladi, mana bunaqa transformator tepasida bochkasi bor. Расширительный bak deydi, ichida moy turadi. Ana o'shanda shunaqaga xizmat qiladi deb ana u yillarda mana bu yerda sanab o'tilardi. Lekin bugungi kunda bizni davrlarda, bizni bu o'lkalarda iqtidorda nima turibdi, nima rulit, nima dominировать qilyapti? Moylimi? Birinchi bo'lib yozildi. Gazli relay. Mana bu o'ta ahamiyatli relaylardan hisoblanadi va asosiy transformator asosiy himoyasidan hisoblanadi bu. Xo'p, endi suhbatimiz nimaga keluvdi? Mana bu ajoyib narsa bo'lsa-da, transformatorlarimiz moyli bo'lsa-da, lekin bizda nima, balkim boshqa davlatlarda, ko'p davlatlarda ham shunaqadir. Men ularni aniq bilmayman, lekin o'zimizni bilaman, o'zimizni. Masalan, bizani tepalarda tepa ichida transformator turibdi. Mana shu расширительный baki, mana gazli relesi o'rnatilgani, mana shu aynan asosiy bakdan kengayuvchi bak расширительный bakka ulanib turgan turbada o'tiradi gazli relay. Ha, bu 160 kVmi, 250 mi, 400 mi, 630 mi, 1000 mi? Nima? Ko'ramizki, bizani tepalarning yuqori tomonida bitta razvedenitel bor va nima? Bitta предохранитель kvartsiy degan предохранитель bor. Bo'ldi, hech qanaqa bu yerda nima? Avtomat o'chirgich yo'q. Na maslinli, burungi, горшковый maslinli deymiz, SSRdan qolgan. Na zamonaviy vakuumli va na zamonaviy elegazli, umuman hammasini bitta qilib avtomat o'chirgich desak, yuqori kuchlanish 10 kilovolt tomonida hech qanaqa avtomat o'chirgich zotini o'zi yo'q. Xo'p, shundoq ekan, nima? Gazli relay bizaga o'zini foydali tomonini bir 50% yo'qotib qo'yadi. 50%. Har holda 50% saqlanib turadi. Ya'ni mana bu gazli relay bo'lsa va aytildi, bitta paplovok bor. Tepasiga mana gerkongdir yoki eskicha SSRdan qolgan smoplidir, mana bu yerda nima? Kontak bor. Odatda normal sharoitda moy to'la turadi va paplovokka tepaga bosib turadi. Moy liq to'la bo'lgani uchun, paplovok ichida havo bo'lgani uchun germetichni nima bo'ladi? Tiralib yotadi tepaga. Pokeyni suvga tashlasak, bitta banka, 1 litrli bankaga suv to'ldirib, ichiga pokey solib, krishkasini yopsak, pokey qatta bo'ladi, krishkaga taqalib yotadi. Tegib yotadi krishkaga. Suvini ko'taradi-yu. Paplovok tegib yotadi. Va mana bu yo'lda, mana buni ochaman, chunki bu yopiq bo'lib qolibdi hozir rasmda. Nima? Yo'lda yana bitta mamatiga yana bitta gerkomma smopli o'rnatgan va nima? Struyniy. Mana bu oqimga kuchli oqim bo'lsa, bundoq itarilib, oqim itaradi. Kuchli mana bu yerda voqea bo'lsa, ichkarida gum etib korotkий bo'ldi. Между fazli, faza zemlyaga, faza nolgami va hokazo. Umuman hammasi ham qisqa tutashuv. Ayniqsa visokiy tomonda, 10 kilovolt tomonda qisqa tutashuv bo'lsa, gum etib duga chiqib o'sha yerda birdan mana shuncha ob'yomda gaz paydo bo'ladi. Mana shuncha ob'yomda. Mana do'li sekundda qanaqadir yarim sekundda yoki soti sekundlarda gum etadi, mana shunday ob'yom paydo bo'ladi o'sha joyda. Shuncha ob'yom bo'shliq gaz paydo bo'ldi degani, shuncha ob'yom yo'q bo'lib qolmaydi-yu, g'oyib bo'lib qolmaydi-yu. Nima? Atrofga tislandi degani nima degani shu? Tislanib hamma yog'i yopiq bo'lgandan keyin yagona yo'l mana bu turba bo'lgandan keyin nima? G'uv etib, demak shuncha ob'yom va qatta sodir bo'lsa ham, transformator ichini qatida voqea sodir bo'lsa ham,
Birdan kengayganda o'sha kengayish nima? Yonidini itaradi, uni itaradi. Hamma yog'i temir o'ralgan bo'lgani uchun moy hech qayerga yurishini bilmay qolib dimlangandan keyin bittagina yo'l расширительный bakka ketgan turba bo'lgani uchun nima? Bo'ldi. Ichkarida har qanaqa joyda voqea sodir bo'lsa, birdan gaz shari paydo bo'lsa, shuncha ob'yom narsa nima degani? G'uv etib yarim sekundda mamitdan tepaga qarab oqib qoldi deganida, mana bu lepestokni, tunkani tushirib qo'ygan. Siz tunka deb gapirib olsiz, hozir men ko'rdim, poplovok ko'rdim desa to'g'ri. Buchholz o'sha yillarda 1921-yilda ixtiro qilganda lepestok qo'ygan. Struyaga bunday ishlaydigan. Keyin uni nima? Buni o'rniga ham nima? Poplovok bo'lib ketdi. Buni o'rniga ham poplovok. Farqi yo'q uni. Prinsip bitta. Buni o'rniga ham poplovok bo'lib ketdi. Itarganda mana bo'lib ketadi-da mana. Sekin nagruzka ertalab oshib, odamlar uxlaganda tushib, moy qiziganda kengayib, torayib, kengayib, mana bu yoqqa chiqib oladi, torayib, qaytib tushib oladi. Kengayib 50 litr chiqadi. Tok kamaygandan keyin ammotkalar qaynoqdan issiqga, iliqqa o'tgandan keyin har doim o'zi mana bu yerda oqim bor, har doim oqim bor. Bu yoqqa orqaga, bu yoqqa orqaga. Tok ko'payganda bu yoqqa, tok kamayganda orqaga. Har doim oqim bor, lekin keskin emas. Oqim sekin, shiddat bilan oqmaydi-da. Nagruzka to'satdan hamma ammotkalar cho'g' bo'lib ketib qolmaydi-yu. Oqim bor, har kuni bor, har soatda bor. Sekin. Lepestok nomiga mana bunaqa bo'lib turadi bo'lsa. Nomiga. Voqea sodir bo'lsa-chi, kezi degan, qisqa tutashuv degan. Gum etib birdan shar paydo bo'lganda gazoviy shuncha ob'yom moyi har qayerga tepgandan keyin ichiga sig'may ketib, mana bu yoqdan g'uv etib o'tgandan keyin mana bunaqa bo'ladi. Mana buni ham tep boradi. Oqim shu darajada shiddat bilan bir chelak narsa faraz qiling, bir chelak mana bu yerda turgan bir chelak moy расширительный bakka atiga 0,5 sekundda o'tyapti. Yarim sekundda bir chelak moyi botdan bu yoqqa расширительный bakka ko'chirib qo'yish uchun mana buni ichida nima bo'ladi? Shuvillab pajarni shlankadan suv qanaqa tez chiqsa mana shunaqa o'tayotgan bo'ladi-da, poplovlarni ko'tarib tepaga tirab tashlaydi. Kontaktlarni yoqib yuboradi. Mana bu yerda ham bor kontak. Mana bu o'chirishga deyildi. Gaz verilayni ma'nosi shu, lekin mana bu yerda yig'ilgan gaz tepadan proba olamiz. Buni 50% bizga foydalari bo'lsa, qisqa tutashuv paytida birdan duga chiqqanda u shart emas, keskin portlash shart emas. Kichikroq qisqa tutashuvlarda ham bor-ku. Hozir o'ylamanglar, mana pastidagi ikkinchi himoya, tepadagi poplovok, pastdagi lepestok. Hozir bu ham poplovok. Faqat 10 kilovoltda qisqa tutashuv sodir bo'lsa yoki yaxshigina katta, dahshatli qisqa tutashuvlardagina ishlarkan deb o'ylamanglar. Yo'q. Uncha-muncha qisqa tutashuvlarda ham nima? Moy. Mamincha kengaysa ham ishlayveradi. Bang etdi, o'sha joyda mamincha gaz shar paydo bo'ldi, gazdan hosil bo'lgan. Dugadan hosil bo'lgan. Bo'l. Muhimi bu yerda buni ob'yom emas. Qanaqa do'li sekundda shu paydo bo'lyapti. Bo'l, atrofga bunday tepgandan keyin moy nima? Mashdagi har qanaqa dugadan kengayish baribir mana shu turbada bir siltaydi-da. Bir anaqani tep boradi baribir. Tez bo'lganidan bir lepestokni tepib mana bu kontakt qilaveradi. Va har qanaqa qisqa tutashuv katta bo'lish shart emas. Umuman har qanaqa qisqa tutashuvda birdan nima? O'chirib qo'yadigan ikkinchi 50% afsuski bizni tepalarda kichik transformatorlarda nima? Umuman yuqori tomonda hech qanaqa avtomat o'chirgich bo'lmagani uchun ishlamaydi, ma'noga ega emas bo'lib qoladi. Chunki mana bu kontakini qo'shsa-yu, o'zi qachon bu ma'noga ega? Mana bu yerda предохранитель. Mana bunaqa ko'zingizga tushgandir, bunaqadan 3 ta turadi. Hozirgi mana bu yerda kontaktlari bor, vakuumli. Kompaktli bo'lib ketdi, 10 kilovoltga arzimagan narsa. Kichkina bo'lib ketdi. Usti epoksidlangan, bunaqadan 3 ta turadi.
F harfiga o'xshagan. ABC. Buni mamnga ulaydi mana. Tepaga shina ketgan, bu yoqqa shina ketgan, 10 kilovolt mejdufaz. Mana buni ichkaridan ulaydi. Mana bu yerda yuragi bu yerda, yuragi. Vakuumli kamerasi mana bunda, o'zi ozgina narsa. Shuncha vahma katta narsada uni yuragi ish bajarayotgan joyi bir stakan, kofe ichadigan stakanimiz bor-ku. Kofe ichadigan chashkamiz deyman shunday narsa atiga. Shu yerda bo'ladi. Qo'shilish, uzilish. Shu namincha bu katta qilib tashagansa izolyatsiya uchun. 10 kilovolt korpuslarga urib yormasligi uchun, bir-biriga urmasligi uchun qalin qilib izolyatsiya qilgan ichidagi mexanizmlar uchun ham bitta shtoklarni olib borib prujina uchalovi baravar ko'tariladi, baravar tushadi. Mana bu mexanizm izolyatsiyani deb qo'pol bo'lib ketgan. Ish bajarayotgan joyi mana bunday narsa, mana bunday. Shu yerda vakuumli kamerada kontak, qo'zg'almas kontak, qo'zg'aluvchi kontak bunday tegadi, ajraydi, bo'l. Ko'p emas, 1 santimetr. Tiqqi 1 santimetr xodi. Shuni o'zida uzib qo'yadi. Vakuum bo'lgani uchun duga ham chiqmaydi, bemalol uziladi. 10 kilovoltni o'ynab kulib uzib qo'yadi 1 santimetr. Unda ochilsa bo'ldi. Mana buncha ochish shart emas. Mana shuni mana bu общий mexanizmi bor, qalin prujinasi bor. Shu prujinani zavod qiladigan motorchiklari bor va nima? Tepki bor. Oddiy, hamma narsada tepki bor mana. Katushkada mana shunga, masalan, 0 berib qo'ydikda, fazasini olib kelib, gazli relayni ikkinchi mana bu kuchli moy oqimiga ishlaydigan pastiga paplovogidan kelgan simga mana ular mamga faza berib qo'ydik mana. Faza keldi, gerkonda dejurt qilib turibdi. Olib chiqib mana bu tepki, solenoid, mana bu hozircha ichkarida mana bu yerda. Nima bo'ladi? Faza gerkondan o'ta olmay turadi. Qachon ichda bir voqea sodir bo'lib, bir moy kengaysa, ko'tarilib ketgandan keyin fazani bunga ulaydi, bunga kelib taq etib nima? Kontaktorga o'xshab solenoid taq etib o'tadi mana buni igolkanida shtokka. Bitta urganda mana buni tepkisini qalin prujinani zavod qilib mana buni ilintirib qo'ygan, nomiga ilintirib qo'ygan. Sichqonga qo'yadigan qopqonga o'xshab. Ko'p aytganman uni ham. Qopqonni mana prujinasini bundoq qilamiz-da, qattiq prujinani. Simini olib kelib, ozgina ilib qo'yamiz. Kattaroq bo'lsa, yo bundoq qil deymiz. Sichqon yeb qochib ketmasin. Bunaqada sirazi otmaydi. Sirazi otsin deb bundoq olib kelib mamtay qo'yib qo'yamiz u ichiga. Nomiga teginsa bo'ldi, chiqib ketadi, otib oladi. Xuddi shunaqa, bir xil. O'shani mana bu tepadi. Ilinib turgan narsani taq etib tepsa bo'ldi, sharaq etib massinniy выключатель o'chishga qarab ketib qoladi. Mana shu narsalar yo'q tepada. Bo'ldi, bu mamutda signalni bergani bilan, gerkonni ulagani bilan, fazani kirib mamutdan chiqqani bilan, shu faza, chiqib kelgan faza nima ish qilib beradi? Uni qo'l emas-u, kelib pirdaxlantilni olib sug'urib oladigan. Qo'l yo'q unda. Bundoq borsa-da, bundoq sug'urib olsa mana. Razvedeniyatilni tortadigan qo'li yo'q uni. Na prujina bor, na mexanizm bor. Qolaversa prujina mexanizm qilsa ham buni tortib bo'lmaydi podnagruzka, chunki bu nima? Bu razvedeniyatil avtomat o'chirgich emas. Dugani so'ndira olmay varillab portlab ketadi. Unga avtomat o'chirgich kerak. Yo moyli, yo vakuumli, yo eligazli. Ana shularning birontasi yo'q. Demak, nima bo'ldi? Gazli relay o'zini foydali xossalarini 50% dan mahrum bo'ldi. Faqat 50% qoldi. Nimaga? Prosta gaz chiqyaptimi yo'qmi? Har holda turavergani foydadan xoli emas. Unda nima keragi bor bizga? O'rnatmay qo'ya qolaylik deb bo'lmaydi. Turavergani foydadan xoli emas. Mayli hech narsaga ulanmasa ham, kelib mamta oynasi bor, gazli relayning mamta oynasi bor. Bu oynadan qarasa, sap-sariq bo'lib transformator moy ko'rinib turuvdi, hammasi joyida. Bir kun bundoq qarasa, oyna yarim bo'lib qopti. Yarmi gaz, yarmi moy, yarmi gaz. Deymiz. Gazatsiya boshlanibdi. Bir balo bo'lyapti.
buni ichida bir balo boshlanib kelyapti. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tezda buni brigada yozib qo'y. Ha, ertaga qayerda bo'lasizlar? Falon tepadan remontida. Inninggachi. Inningga yoqqa bormasa bo'lmaydi. Hop, juma kunichi. Juma kuni bo'shmiz. Juma kuni zudlik bilan kelib mashina nima? Qaralaring, gaz veriliga gaz yig'ilibdi. Bu yaxshilik alomati emas. Gaz yig'ilibdi. Demak, bir voqealar bo'lyapti ichkarida. Demak, moy parchalanyapti. Moy nimadan parchalandi? Haroratdan. Harorat nima qilyapti bu yerda? Dugadan. Duga chiqyapti demak. Yo mejvitkoviy, yo korpusga, yo prosta koronatsiya, balo, battar, farqi yo'q. Nima bo'lganda ham turavergani foydadan xoli emas. Albatta turgani yaxshi. Lekin afsuski, bizni tizimimizda tepalarning yuqori tomonida hech narsa bo'lmagani uchun ma'noga ega bo'lmay qoldi. Yarmi buni. Shu, chunki voqea sodir bo'lganda niskiy tomonga qo'yib olsa-chi bir xilla chalg'iydi. Niskiy tomonga o'zimiz kontaktorlar, o'sha kontaktorni demak ottirib yuboradigan qilib pромежуточный relay qo'yib, shuni maminga ulab qo'ysa-chi deb chalg'ib qoladi. Yo'q, energiya qayerdan oqib kelyapti, bu muhim. Transformatorda 10 04 bu yog'i. Energiya bu tomondan kelyapti. Bu tomondan, 04 tomondan emas. Shuning uchun mana buni ichida sodir bo'layotgan har qanaqa voqeani to'xtatish uchun, mana buni ichida sodir bo'layotgan har qanaqa ko'ngilsiz voqeani to'xtatish uchun, mana bu yerdagi qilingan ishlar, quyi tomonda qilingan ishlar ma'noga ega emas, chunki bu energiya bu yoqdan oqib kelyapti. Bu voqealarni quyi tomon sodir qilmayapti. Yuqori tomon, energiya oqib kelayotgan tomon sodir qiladi hamma narsani. Hamma voqealarning sababchisi, tashkil qiluvchisi umuman EDS, elektr yurituvchi kuch bu tomonda. Shuning uchun mana bu tomonni o'chirmasa, ko'ngilsiz voqeadan qutulib bo'lmaydi. Niskiy tomonga yuzlab eng zamonaviy himoyalarni qo'ymaysizmi? Foydasi yo'q. Bu yoqda-ku, manba bu yoqda-ku. Xuddi bu manaqa narsaga o'xshaydi-da, xuddi. Avtomat, uyi avtomati bo'lsa, ko'chadan kelgan stalbadan. Ko'chada daraxt ag'anabdi, stalbani mana bu faza bilan nolga tegizib yoribdi, balobatlar ko'chadagi bo'lgan voqealarga mana bu daxl qila olmaydi-da. Shox tushib qopti-da, pars shamoldan bunaqa teginib uzildi deyapti. Faza nolga tegib pars etib ketyapti-da, mana bunaqa o'yapti. Pars qilib hamma yoqqa iskiryapti va voy, mana hozir uzilib ketadi, o'chir deyapti. Shunda siz kirib uyingizdagi mana bu vodnoy avtomatingizni o'zingizni, uyingizdagi vodnoy avtomatingizni o'chirib qo'yasiz. Shunda nima bu to'xtaydimi? To'xtamaydi, bu do posle degan narsalar bor. Do va posle degan narsalar bor. Avtomat o'zigacha bo'lgan do avtomat voqealarga bu avtomat daxl qila olmaydi. Buni o'zidan oldin faqat posle mana bu yerda buni bu yoqdagi manbasini uzsa to'xtaydi bu. Shunga o'xshab transformatorning ichida sodir bo'lgan voqealarni quyi tomonda har xil amallar bajarib to'xtatib bo'lmaydi. Yuqori tomonda, bu yoqda-ku. Shu yerda hech narsa yo'q, avtomat o'chirgich yo'q, hech qanaqa. Demak, gaz relay o'zini ikkinchi paploviga 50% o'zini foydali xossalari bekorga yo'q bo'lib ketdi mana. Agar hamma tepalarga agar o'ziga bizda nima? O'pshi bitta turadi. Feederni boshida, podstansiyada turadi bitta avtomat o'chirgich. U yog'i 3-4 kilometr feeder, 8 ta tepa bor. Mana bu yerda bitta tepa, qayli u yoqqa yurgan Guzarda bitta tepa, keyin yurib, o maktab ichida, keyin Domlada, mana shu hammasi bitta zanjir. Bitta 8 ta tepa qator parallel o'tiribdi-da, shuni boshida podstansiyada bor bitta. Ana har bitta tepani o'zida bo'lsa-edi agar, har bittasini o'zini yuqori tomonda pekani o'rniga razvedenitel kerak, видимый разрывga va nima? Mana shu yerda vakuumli выключателlar bo'lganda edi, gaz relay to'laqonli o'zini ishini bajarardi. Zo'r bo'lardi unda. Lekin afsuski mana shunaqa holat.
Demak, endi o'z-o'zidan mana buni ichida sodir bo'lgan voqealarga nima buni to'xtatyapti? Предохранитель. Demak, o'z-o'zidan kuch transformatorlarini himoyalari degan spiskaga nima tushib qolar ekan? Предохранительlar. Предохранительlar u nima? PK, PN. Quyi va yuqori tomonda turgan предохранительlar ham o'zi oddiy narsa bo'lgani bilan baribir bu ham transformatorlarni himoya vositalariga kirar ekan. Nega? Chunki mana bular kuyib berar ekan. To'g'ri. Avtomat o'chirgich qilinib, bular tez ishlaydi, juda ham tez reagirovать qiladi. Yaxshi bo'lardi, lekin har holda yo'qdan ko'ra nima? Buni ichida bo'lgan voqealarga nima? Предохранитель kuyib bergani uchun bu ham demak himoya vositalariga kirar ekan. Quyi tomon nimaga kiradi desa, quyi tomon ham nima? Tokni o'ta yuklanishdan transformator 630 kV deylik, 910 amper olsa har bitta fazada bo'ldi 1000 amperli предохранительlar turibdi. O'ta yuklab odamlar 1,5 amper oqizib yorsa, buni ammotkasi erib ketmasligi uchun mana transformatorning ichi 1,5 amperni ko'tara olmay qip-qizil cho'g' bo'lib erib oqib tushmasligi uchun предохранитель uzilib ketadi va buni saqlab qo'ygandan keyin bo'ldi. Demak, bu ham nima? Shuni saqlayapti-da. Transformatorni talofotdan saqlaydigan narsalar degani-da bu o'zi aslida. Gaz verili asosiy bo'lsa nima? Bu ham предохранительlar ham asosiy bo'lmasa-da, bular asosiyga kirmaydi, lekin nima? Kosvenna shuni hayotini katta talofotdan saqlab qolishiga daxl qilgani uchun предохранительlar ham himoya vositalariga kiradi. Ana endi nega предохранительlar qanaqa tanlanadi? Nega yuqori tomon yuqori tomon turgan предохранитель nominaldan baland qo'yiladi? Mana bu haqida gaplashamiz. Nega quyi tomonda turgan предохранитель 630 kV da 910 ga eng yaqini 1000 bo'lgani uchun bu to'g'ri tanlanadi-da, nega yuqori tomoni 36 amper bo'ladi? 630 kV 10 ga 04 630 kV. Mana bunaqa eng mashhur, ne 630 ni ko'p gapiraman, butun mahallalarda, ko'chada, shaharda eng ko'p tarqalgan turi shu-da 630. Mana buni yuqori tomonida 36 amper bo'ladi, quyi tomonida 910 amper bo'ladi. Quyi tomonni mana eng yaqini bunga 1000 amper qo'yiladi-da, lekin yuqori tomoniga qaranglar, eng yaqini 40 amper, 36 amperga. Lekin negadir 80 amper qo'yiladi. Qarang, 2 barobar katta. 80 amper qo'yiladi. Nega 36? Vobshe katta-ku. Urinib qolmaydimi? Nega 80? 36 ga yaqin bo'lish kerak. Nega 40 emas? Nega transformatorlarning yuqori tomonida 2 barobar katta qo'yiladi? Nominaldan, haqiqiy oqadigan tokdan nega 2 barobar katta qo'yib yuboriladi? Bu zarar emasmi? Sababi nima buni? Mana bu haqida keyingi darsimizda gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.